Tünügünki güliston bugun bo'ldi tikansar. Katta qurib bir gulzar, katta tozib ro'zg'or. Yetim qizning ko'zidek hasratlik ko'z kimdi bu? Bir oila, bir dunyo. Ota quyosh, ona oy, farzandlar sayyora davr qilar to'xtamay. Bir oila, bir dunyo, bir muqaddas saltanat. Mehr bilan bu dunyo topar iqbol, kamolat. Mehr katta, qut katta, xonadonga o't katta. Bo'ldi yetim sag'ira, yutdi zulmat, jaholat. Zulmat yutgan shu bola, jigar porang o'zimning, kulpat tatgan shu bola, go'hridur ko'zimning. Go'hringni xor qilsang, izlab ortiq hashamat, topalamdu kelajak, iznosini izimning. Orzuluğun idiğu, tilavatkan şu bala. Tonur beşi tügülüp, tünevatkan şu bala. Muştek durup tığ tutup, bulavatkan şu bala. Tamşıp aşkan tabakne, yalavatkan şu bala. Tapkanmadan balağını, şunca sarsan kıgılı, çiçek pasli suğarmay, ta ki gazan kıgılı. Mektep yüzü közetmey, ya ki hayvan kıgılı. Oğlunu kul, kızını, pulgı canan kıgılı. Katta kurup bir gülzar, katta tozup ro'zg'or, katta tozup çiçekler, bo'ldi sarson xoruzor. Javob bergin ey inson, javob bergin ey vijdon. Yetimlarning ko'zidek hasratlik ko'z kimdi bu? Yaxshimisiz? O'zingiz yolg'izmi nima? Nega borsiz? Tozliq uyga. Bilet tekshiryotdim. Tozliq o'ylaramisiz etik? Nim bo'ldingiz? Men qo'rqyapman. Men bilet olmagan. Bilet olmagan? Bilet olg'idek pulim yo'q. Bo'pti, ansirmang, biletni men ip beray. Rahmat dada. Poyezddan tushib nega borsiz? G'o'ljiga. Ha, mana qarang. Men G'o'ljidan. Televiziya stansiya maxsus bolalar programmasining muxbiri bo'laman. Ishkirga o'rganishga berib qaytishim. Siz ishkirga bir ish bilan borganmi? Opamni istab borgan. Opamni
tapaladingizmi? Yo'l uzun, siz bilan birga safarda bo'lganim bek yaxshi bo'ldi. Paranglashib mansaq yo'lning uzunligi bilinmaydi. Siz qanday bo'lib o'zingiz yolg'iz opangizni izlab ishkirga berib qoldingiz? Dadam saychi bo'lib, bozorda say setib bizning turmushimizni qamdaydi. Turmushimiz ancha yaxshi bo'lmasimi, lekin biz xotirjam g'amsiz edik. Opam o'zi ishlamasimi, bir qancha yerda qatorchoy o'ynaydigan bo'lib oldi. Shundan boshlab uyimizda jidal majra pat-pat yuzi erib turadigan bo'ldi. Bir kuni atdiganda qani, çay geldi. İlanlar. Asta ilang. Tatma ilanlar, ha? Çık ilang bolam, ha? Ilanglar. Balam, chiroying bağan seri sag'irib ketyaptamdi nima? Jiq yegini. Mao tunogin keştiki mantı. Ala balam, ye. Apa, sana şundak görünüp atkan okşayman. Hiç kandak iş yok apa, ha? Hatırcam bol. Gülgine, ilanlar, ha? İlanlar. İlan. Ha, tatınlar, ilanlar. Men kuyaman balamga, balam kuya balasiga degan mushuda. Men seni ye desem, sen balangga ye deb otsan. Ko'nila bikog munda qimat tikanda. Qani, o'zingmi ala? Ala, o'zingmi ye. Ala. Ha, qani ilanlar. Ha, chiqraq qol, ha? men bir qo'rqinchli tush ko'ribdiman. Tushimda bir jodugar ayol kelib meni yiroqqa tortib aytayotgandek. Tushning onasi o'lsin de balam. Soğuk çayınızı tayarlap koydum. Düştü bazardan bir nasiyasiz. Bugün düştün keyin çolpanlarını öyle çayğı barman. Bugünkü çayının pulunu hazır beremsiz, qanday qilsiz? Bazar bek boş. Qanday qilamankin tan? Qanday qilamankin davatqin ne? Xalqning oldida yüzümü qanmadi o. Aldınqı çaygımı qo'limni burnimga tiqayib bordim. Mao yüz eshakning terisi emas. Sen nime degan bag'ras xotin, ha? 3 kunning yoqi opamning mijozi yo'q. Doktorga pul topamayapsan. Tova, mani qara. Ajab shun pishan ekanman. Hey, tuzuk gap qiljima. Tuzuk gap qilsam qanday qilatdan? Ya topgan pulingning tayini yo'q. Tutamlab pul topganlarmi sening dekar. Qo'ymi zerikdim. Xalqning erlari qanday erlarkin tang. Hey, sen mavago, xalqning xotinlarida tejashirek bo'lgan bo'lsang, bu kungimi qanmaydiq. Tejashlik deb temirdan xotin olsam bo'lmamdi. Men endi xalqning oldida qanday yuzimni ko'tarib yurayman? Ist. Hey, nimaga ist? Holingga beqib ish qilmay, 3 yerdimi choy o'ynamsa, uyda onamni onadek ko'misan, ya balangni baladek ko'misan, naring xotin sening. Ha? Xotinga o'xshamayaptam deman. Undaq bo'lsa, bosh xotinlar, men kessamli bo'ldi-ku. Bularning bir kunni so'qishmaydigan kuni yo'q. Men ketay. Qizim, undaq qilmang. Ig'ir bo'ling, ballarni o'ylang. Undaq qilmang. Apa, men qanday qilaman? Mahalladagi xotinlarning o'shaq so'zligini silmi bilala. Hey Yaqub, sen bo'lsangmi bir ig'iz gapni oz qilib chiqib ketsang bo'lmamdi, ha? Ay qanday qilay? Nadimmi paydo bo'ldi bu choy degan nima? Astagfirullah. Somkangni ola. Bundaq o'yini cheksiz tinglasin. Balam, o'zingizni tutib eling, undaq qilmang qizim. Opa, Moy. Neymiş de bu?
odamning qadriga amdi yetadi bo'la. Asli burilish shunday qilsang bo'ladi deydi. O'zichi odam bo'lsa qilma dedilar. Bo'ldi qizim shirin. Opam bugun kakkini bilan 2-3 kundan keyin yenib keladi bana. Bularning bo'pti. Ne bo'ladi? Odirishibdi. Ha? Odirishmi? İşlamagandan keyin nima qiladi uncha olachiq choy o'ynab. Allohni o'ylasi bo'lmadi dedi choy. Bo'g'iliq ballag'i bo'ladi-da. Shu emas. Ballarni o'ylasi uchun. Yaqubga. Mavo 100 so'mni boshilib edi. Ma'qul. Mana, rahmat uka. Qizim, opangizdan xabar bormi? Yo'q, mama. Bu opangiz o'zi. 3 oy bo'ldi. Nelerdi turib, neymişlerini kıvadı diken ta. Öynü tutmay. Hoşunlar bilen bile berip, apamızına ekileydigen. Kıyırışkandak bu məlide keyni-keydin nazirçilik köpeyip gitti. Pətik bağımızı yeni bulmağan. Rahmetli hoşunumuz Nurhan vafat bop ketmegen bolsa, ikimiz apamızın näde turuvatqınını İzdep sorap olsun mu? Kep keletdi. Adam qiyirganda bir işlağı dikkidi maňay degen bilen maňamaydy eken kızım. Dadyňyzyň boynu qatdyk. O hergizmi barmaydy. Biçare nevram Gülzarny bähmi kögüp ketdi. Nim bo'ldi qizim? Surat ramkasi yiqilib ketdi. Nemişdi bu emdi? Derhal yığıştırıp taşlayıp yittin kızım. Bala qaza şunun bilen ketdi. Dikkat qılın, aynak başıdır kolunuzni kesletmesin yani. Papa, siz nerede? 3 ay bo'ldi kelmadingiz. Sizni papa sığındım. Qachon kelarsiz papa? Kızım, əxlətlərini vaxtıda elib etdim. Əxlət bozuqda undaq uzun turub qası bulmaydı. Ma'qul mama. Kızım man qarana. Ha? Siz Gulnazning qiz Gulginago deymi? Men apangizning do'sti, Ürümçiden kelishim. Necha kunning yog'i sizni topolmay bugun aran topdim. Apangiz hozir Ürümçide tijorat qilyotidi. Sizga kiyim apbagin deb pul bergan. Apam hozir Ürümchidami? Qachon keladi ekan? Apangizning shundoq kagisi bor. Lekin ko'p pul tepib, ondan kelmoqchi. Yuring. Men sizni bozorga opirib, apangizning deganidek kiyimlar. Ben kirib momamga deb qo'yay. Meningcha momongiz bilsa unimaydi. O apangizga o'sh. Kiyimlarni ipopli kelsangiz, u chaqda o hech nima deyamaydi. Ma'qulamsa, mashina qilmagandim. Voy, birdan til qaytib kelsiz. Ma'qul. Yuring. Siz Ürümchidan keldingizmi? Ha.
do'kon kirayli. Mava oyoqlarni qanchadan setyapsiz? 35 so'm. Elinga kiyib ko'rib baqsin. Masumkangiz qancha pul? 25 so'm. Azonroq berasiz. Unda qolsa ishqisini 40 so'mga elan. Voy, tası yaraşdı. Muşundaq kiyivini. Qarang, toza yarashdi, Av kiyimlarini xaltaga sep bering. Ma'qul. Surat tushkiniz bormi? Mening shunday chiroyli kiyimlar bilan surat tushishim batdi. Bo'ldilar. Bo'pti, yurib. Tushirib qo'y. Yaxshi, keling. Yana bir parcha. Shundoq chiroyli tushdingiz. Endi men kiyimni kiyib tushing. Hakim bilanmi? Ma'qul. Mav talını ching tuting, yutib ketmasin. Ma'qul. Men Urumchining mashina beltini ep qo'ygan. Mashina kechikib qolmay. Vay, Guldazma? Opammikan? Men Gulgina bilan billa. Sen degandek Gulginaga chiroyli kiyimlarni ep kiygizdim. Shundoq chiroyli bo'lib ketdi. Vay, chaqqaroq bo'l, mayoz qoldi. Gulginani Urumchiga ep boramdi men. Nim deding? Momusiga o'zing deb qo'yamsan? Telefonni Gulginaga berdim. O'zing so'zlash. Opaskan. Voy, opamma? Voy. Ovoz yo'q-ku. Apla, me tugab emasmi? Opam nima deydi? Apangiz sizni Urumchiga atgal va ko'gim keldi. 5 kun o'ynab ketsin. Men qo'shnilar orqali momusiga telefon berib qo'yman deydi. Momam bilan dadam cho'qim unimaydi. Apangiz ular qo'shnilar orqali telefon berib qo'yman dedi-ku. Xotirjam bo'ling, ha? Qachon mangmiz? Mashina mangdigan yana yarim soat qoldi. Juring, tez bo'ling. Keldingmi bolam? Apa. Sodan qanda qara. Hey, baza tazı yaxshi emas, apa. Hamma odam saychi o'p ketdi bolam. Hey. Gulgina qani? Ha? Nima? U meni izlab ketganmi? O'ylanib besiq turib Xeyli bo'ldi ko'rinmadi. Sening qishingga ketganchigi debdiman. Sening yaningga bormagan bo'lsa bu qiz ne ketgandi endi, ha? Amasa. Men izlab baqay, apa. Kim? Men, Yaqub. Yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz yaxshimisiz? Hozir uy kelsam
Gülgine yokturdu. Kaçan Gülnaz ip kettim ekin. Kız bala emasmi? Şuna ansirab qoldim. Berib uqib boqay degan edim. Gülnazning nerede o'ldirganligini bilamsiz? Ha, bilaman. U inisi Akramning uyida. Akramning uyini biladigansiz? Bilaman. Rahmat. Avar qildin, ha? Ha, yo'q, hech narsa. Xayramisa. Xo'shamsiz. Gülzar! Gülzar! O'ldirib pochig'ini chiqib etmay yana. Akram, chiqib qarab baqa. Nima deb keldikin bu timisqa? Gülgine keldimi? Gülgine bu yer nima ish qiladi? Adam bilan ajrashib ketgandan keyin yo'q bana alan deb lolmida shungacha nima qilsang-chi? Qanday degan gap bu? Ey! Gülgine keldimi kızım? Bo'lsa qamag'a deyman deb oldi. Akram, Gülgine öykemidi. Kep qolsa. Ben xabar qilib et. bir balın tuzuk boqamagan odamni erdimdi. O yaramas. Qani ama? Ha? Bo'ldi, Qani? bo'ldi, qizim. Uni ajrib tuzuk bir beradigan bo'lsam, qo'yita ada. Mushtatdagilar uning kallimingizdan chuv. Akram, bo'ldi. Adam bo'lib to'g'rilsan, va adam bo'lmay ketay. To'xtinglar. Ina, yo'qmi? Nagimi ketgandi bu bola. Voy, opasining so'rdiga qarab bir nima deganda qilib. Bichora qizim ketgandi. Yığılma apa. Gülgine. 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 Baba. Acayip tuş gördüm ben. Voy, keldinglarmi? Japotatdan kelgansizlar? Altamas, Gülnaz qani? Ha, chiroyli qiz ekan. Ha, Gulnozadan qumulib ketdik. Biz Gulginani qumulga opiradigan bo'ldik. Gülzar singlimni shu yerdami? Shundoq, opangiz bilan birlikkan biz sizni qumulga opiradigan bo'ldik. Siz poyezdda o'tirib boqadigan bo'ldingizda. Qanchalik vaqti bor emas? Az qoldi.
birdamda boramiz. Iching. Qiziq iching. Qani, eling. Yüzmüş. Beş yüz. Endi bir gapdi-da. Hey, to'xta. Hey. Ma'lumot ber baqa. Da. Opam yo'q-ku. Apangiz uyda saqlayotdi. Opam yumushga Biz uyga boramiz. Qandaq? Apangizni sevmisiz-a? Ada, yana qanchalik vaqtda boramiz? Az qoldik. Birdan bila boramiz. Ansirmang. Canım babam. Opam neymiş qıvatıdı? Mana u qo'shnimizning kampi zavodida ishlayotdi. Gülgine heden kemidimi? Yo'q, adam kelmadi. Kelgan adam birga ketganmi? Yo'q bolam. Mama. Men seni bak sevgilib ketdim. Şor pişanı ballar. Ay canım balam. Hoş balam. Hoş. Krem. Hey, keldingmi? Kira. Kira. Voy. Ha, ichiga kir. Chep o makina bu. Ada, opam yo'q-ku. Apangizmi? Hozir keldi. Ay kirib o'tiribdimi? Kira. Ishida birdan o'tiribdimi? Ha, o'tira. Hajab yerib ketdim. Ko'zing maltuni jumojin ha? Bu yerda kishilar qandaqroq? Ha, shu burunqidek. Qara Samat, bunichi 10 ming so'mga sotib oldim. 10 ming so'mga. Bu bek chiroyli ekan. Ammo hunarni o'rganib qoladigan bo'lsa, alamat bank bo'ladi jumomush, ha? Bo'lmasmiki, bu bek ojiz ekan. Agar yanchiqchilikni qamlashtiramsa, mol to'shishga yaraydi. Hech bo'lmaganda tansiqxonaga satsak, managa yaraydi. Ada, opam yo'q-ku. Apam? Neredeki apkavu? Bu yerdekilerin apisi mana men. Bu yerde menden hüner öğrenisiz, oğurluk kılısız, yançıkçılık kılısız. İnçik kollarınız benim terbiyemde şundak çakkan bulup gidildi ki. Kira. Keliştin mi? Bırak kelişe. Kaç ben işe.
Kına. Bunu. Aramdın boğalla. Aram muşinchilik ma? Ha? Ben nima degan? Shuningdan kim bo'lsa uyga kirishmadi degan bu. Nanqati. Sen-chi? Sen O'ja. Hada, kitayli-chu. Yerine hada. Kitayli. Opamni bek sığınıp ketdim. Ben korkuttum hada. Korkma. Endi apa degan gapni-chi og'zingdan chiqarg'uchi bo'lma. Bilib qo'y. Halima hadan seni bizga 50 ming qo'yib seytibotgan. Biz seni akilimiz deb necha kun avara bo'ldik, kira qildik, oltindan qimmatli vaqtimizni ajratdik. Seni bu yerga akilishga 100 ming yandan ortiq pul xarjlab ketdik. Agar sen bu pullarni bizga qaytarib bermaydigan bo'lsang, u vaqtida bu yerdan ketaman deb ham xiyol qilma. Samat akangdan yanchiqchilikni obdan o'rgan. Bu degan bir kasb, uqdingmi? Bu degan bir kasb. Agar qochaman deb yomon niyatli bo'ladigansa, bizning hamma yerda odamimiz bor. U chaqda texmi yomon oqibatga qolsa, agar gap anglamaydigan bo'lsang, sen tonsxonaga ketamiz. Aldamchi, ben ketaman. To'xta. Ketime? Ne ketsa? Ha? Bu-chi sening xoligan chalvaqlaydigan cho'ng anani uy emas, nima deb qo'yay? Ha? Oldingmi? Hozirdan boshlab sening isming Fatima. Anladingmi? Sening isming Fatima. Fatima. Bu yer kumul emasmi? Yo'q, bu yer degan jimju. Men tug'ilganda dadam bizni tashlab ketibgan. Yiliqi cho'qir dadamni mush yerida meni oldab yeb keldi. Mening dadam bilan opam qo'yishib ketgan. Samat degan dadamning inisining og'inisi edi. Meni ota-ona yeniga boramiz deb oldab yeb kelgan. Opa! Bichar qizim nalayda yuriydigan. Ha. Bugün resmi işini başlayımız. Anladın mı Fatima? Anladım. En mühimi korkmaslık gerek. Ha? Anlaştın mı? Anladık. Ne işsin başka bilmeyen kop şey mi? Ha? Menşe.
Atay şunu ha. Gel kızım körü gücüme. Koçaylı. Siz Koçaylı. Poyizdan sıkıydı. Kızım ben Koçaylı. Ulan bizni tutulasın. Koçaylı. Koçaylı. Kocamayını. Koçaylı. Vay, almakamma. Hemen. Ha, uçarımı geçip dur. Derhal polistan sıkıma. Şöyle görüşelim. Hazırlama. Ha, tez bol. Ay, to'xtanglar. Poyizdan sıkıydı. Men o bilmem. Futbolumuz konda kaçmaz. Ey, to'xtab tur. Qancha pul kel? To'xta, sanab qo'y. Koçaylı. Yürü lan. Ko'chayli. Ay, to'xtanglar. Oyada. Almaxon turdi. Bu aram tamaklarını tutup aldıgan bolsam, boynunu izletmeye koymayın. Biz vokzal ishga kirib olsaqli bo'ldi. Tutuvasi qandoq qilamiz? Poyizga chiqib olsaqli hech nima qilolmaydi. Mush nasbasxon joydan qutulsaqli bo'ldi. Qo'limizda pul bo'lgandan keyin boshqa bekatdan olmish qo'ysaqli bo'ladi. Biz yandan aylanib, mushakkadan otilib vokzalga kiraylik. Ma'qul. Yuringlar. Bu harmala çok olmuş etrafta. Yürü, çıkırayım. Bo'ldi. Menga vermang. Poyiz kelchimishadi, bir kuttiraylik. Poyiz keladi. Shundoq qilaylik. Doktor! Ya doktor! Bırak, yerden alır çıkarayım. Kaçma! Çık! Bunu işe! Tamam.
Apa. Men ürümçiga berip baqaymikin. Bağın balam, bağın. To'xtag'in ahvol. Bu pichoqni dadam rahmatli bek yaxshi ko'radi. Toki bizni tashlab ketgicha yenidan ayirmagan. O'g'il bola deganga pichoq hamroh bo'ladi deydigan. Buni esib ol. Pichoqni esib olsang seni qo'g'daydi. Ertasi oqshimi yotgan yeringda beshingga qo'yib qo'ysang sana hamroh bo'ladi bola. Bağın balam. Apa. Menden xotirjam bo'ling. O'zingizni ko'proq asrang. Yaşangan chig'ingizda sizga toza asqatadigan chog'larimda sizga hamroh bo'lolmaydigan bo'ldim. Meni kechiring apa. Kechiring. Balam. İşte bu balam. Apa. O'zingizni ko'proq asrang. Menden xotirjam bo'ling apa. Bilginari cho'pib ketgan. Senga qilmaysan, qachdigan bo'lsa? Qaçmayman. Bundan keyin qachdigan bo'lsam, ko'gilgini ko'tar. Qaçmayman. Qaçqa qo'ya. Qaçmayman. Qaçamsa? Qaçmayman. Baqa qile. Qaçmayman. Saman, hozir soqchilar bilan qattiq tekshiradi. Mal aytishim kerak. Birimizga to'xtab turam baxya. Av qanjiqni sa'ab ket. U yanchiqchilik yarimida. Mal to'shishga yaraydi. Sen bugil yo'lga chiqib 5 kungacha mamlakat bo'l. Qo'limda hozir mal yo'q. Ben bugun Qaysardan mal olaman. Başqalarga tamni bir tetib qo'yasan nimaga? Aka unda qilma. Juma og'zingni. Aka unda qilma. Aka biz endi qo'shmaymiz unda qilma aka. Biz endi qo'shmaymiz. Qachalaydigan do'sting'u. Aka unda qilma qo'shmaymiz. Biz qo'shmaymiz aka. Unda qilma aka. Kela. Unda qilma. Qashqan degan bunda bo'ladi. Juma. Mama. Andalar. Shimdironi qanday qilyapsiz? Solab qo'ydim. Qaysiga keldi? 30 ga. O'tgangi qarzonni tutib oldi. Qag'in mana.
Әмсі мәм ағай. Yo'qolib ketma balangza. Sen Samet mi? Ne yapsın? Çık dur! Yaşma! Bana! Sen müş öyde turup dur. Sel turup külmenge baramız. Bu da yine ondak oydu bolsam. Abırıp, tansıxanık set etmen. Cim uqta. Uqtama. Kadirlik mama, sen daim bana eğitip beradigan yerling taşım degan çöçek esingdimi? Ben hazır şu çöçekdeki Aynur'a o'xshab qoldim. Aynur taş ichida bo'lsa, men hozir qafas ichida. Yerilim taş, yerilim taş, men apamni kürivanay, didariga qinivanay. Yerilim taş, yerilim taş, men apamni kürivanay. Yerilim taş, yerilim taş, men apamni kürivanay. Didariga qinivanay, didariga qinivanay. Kira! Sen mi tutulup sende? Senin iğir emas da. Tutulğunum go iğir emas. Amma ze. Ne boldu? Eliq ishkishimni solab qo'ygandigina. Mana bugun 5 kundan oshdi. Bu chaqib ulab qolmasa mayli-ku. Nima? Nega so'lab qo'ygan? Voy o'ygonmanda. Bildingmi? Biz senin keyningga tushkili xeyli uzun bo'lgan. Agar yeni yolg'on so'zlasang, o chaqda o'zing bil. Ben gunoyimni yuyish badaliga sizlarga yangi bir ahvolni day. Samatning uyida Ha, pek için işlaq. Hozircha jasadlarni jasad saqlash uyiga yo'tkavyapmiz. Uning bir ayol sherigi bormikan? Chechi seriq, budrachash, bo'yi 1 metr 70 atrofida. Ha, bildim. Voy, kunminglik soqchilardan qechib buyak oran kelsak, endi bu yerdim doktor soqchi mashinalar yig'ib ketibdi. Hey, Sametga bir ish bo'lganmi degan. Jura, berib qarab boqaylik. Bildim, ko'rib qolsa qo'lga olamiz. Mavi uyga ikki bolani solab qo'ygan o'xshaydi. Bildim. Ular ochlikdan usuzlikdan uchinchisi telefonni qo'yib. To'xta! Naqatsan? Yoshma. Ma, Odamni xudo tutib qoldingmi? og'zingni yop. Men nima gunoh qilgan? Ma.
Shunday qilib, men Tamg'inning jiddiylashgan fursatidan foydalanib qechib bu poyezdga chiqib oldim. Bechora momam, dadamlar meni istab nim bo'lib ketganda. Can qozam, ko'zning qarasi ne desen? Bu payansız el arası ne desen? Ushbu dardni zodi kimdin ko'guluk? Bu mu takdirning jazosi ne desen? Qush uvosidin tezib katdi go'yo. Turmagandek barqaror mehri giyo. To'li yig'lab ketdi ko'zdin nur ziyo. O'chdi chehrimning julosi ne desen? Qolmadi men kezmigan sahro shahar. İzledim tapamadım, yutdim zahar. Ah vurarman, mayli kesh, mayli sahar. Chiqmag'ay deb bir balosi ne desen? Mut paslam, qammag'ash parvish seni. Qildimu tarki makon, rangish seni. Qiynidi chirmab tuman, andish mening. Dard alamla, muddalasi ne desen? Ormanim, orzuluğum, erken idim. Hoşluğum chehrimdeki kulkam idim. Baxtiyar, shuncha umoq beg'am eding. Bo'ptiman baxtingga osi ne desen? Audio Jungle. Audio Jungle. Bir qancha kun bo'ldi. Hech xabar yo'q. Pulmi oz qoldi. Endi qaytmasam, pulmi tugaydigan o'xshaydi. Kızım. Bechora kızım. Nelerdi düşürdüğünsiz kızım. Ay kızım. Qo'ljining hozir mangadigan mashinasi bormi? Bak. Amsi ikkini bering. 14-15 o'rin. Mashina mangadiganga qanchalik vaqt bor? Mashina mangdigan 10 minut qoldi. Mana. Qo'ljining hozir mangadigan mashinasi bormi? Bak. Ben 16 o'rinning tezroq bo'ling. Rahmat. Ay. Qo'ljiga mangadigan mashin mushudu. Ha, chiqala.
ishni ko'rin shu. Mushu mashina ekan. Beltingizni ko'rib boqay. Ha, mana mashina ikkiga. Mush mashina. Ha, ma'qul. Ha, chiqing. Geldin mi? Mümkün yakın bana. Top doğru çıkan 20 gün oldu bala. O hayat mı da? Kızım, neredesiniz kızım? Hayat mısınız? Ay becerem kızım. Oy, Bilgina, nim bo'ldingiz? Bir yeringiz og'ribyaptimi-da? Oyista. Turing. Astamen. Doktor, nima kasalkan? Bu qizning hozirgi ahvoli ancha yaxshi emas. Chiroyi tatirib ketibdi. Balkim badani bek ojizlab ketgachga kamqonlik kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Atla, men o qizning uyining qozonchida ekanligini bilaman, lekin ota-onasining ismining nima ekanligini bilmayman. Siz bu qizning hadis emaskansizda? Yo'q, hadas emas. Emas bu qizning ota-onasini debgina bu qiz bolnisni tetib davolamiz bo'lmaydi. Amal qilay. Shunday qiling. Yaxshimisiz? Singlim, ahvolingiz qandayroq? Meni bek ansiratdingiz. Ho'shingizga kelib bek yaxshi bo'ldi. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi qoldim. Uyimizdagilarga xabar qila oldingizmi? Yo'q, uyingizdagilarning ismini bilmagachga xabar qilamadik. Men cho'qim xabar qilaman. Xotirjam bo'ling. Teshikma. Yaqubkamlarning uyi mush atrofdami? Ha, mushu shu. Uyda odam yo'qmikin? Mo'may bay chiqib ketayotgan. Nalarga bora bilasizmi? Suratxonaga boramikin? Kechki shu yerda yurdi-ku u mo'may. Ha, shu. Rahmat sizlarga. Rahmat. Asmaydi. Yaxshimisiz? Mushaga doim bir mo'may keladi. U mo'may kunda mushak keladi. U mo'may bu yerda nima ish qiladi? Bilmayman. U bu suratlarga qarabla bir nimalarni deydi-ku. Bu qiz hozir doktorxonada. Suratni men olib bersam bo'lamdi. Bo'ladi. Men sizni taniyman. Siz televiziya stansiyasida ishlaysiz-ku? Rahmat sizga. Arzimaydi.
Kızımın sırtkını. Sırat yok. İş bu. Kızım bu yerdeki sırat yok. Hazır tehi ağır kız ekletti. Ay kız! Toxtam! Toxtam! Yaqubkanmisiz? Tinchlikmi? Ha? Siz meni tanimaysiz. Men Gulginaning qishidan keldim. Nima? Nima dedingiz? Gulgina hozir doktorxonada. Sizga xabar ib keldim. Qodir aka, men narsalar sizga qoldi. Xotirjam mening va aka. Tez, yur. Benim babam. Seni ahır tanıttım. Beni getirgin balam. Beni getirgin balam. Sana yaş karayamadım. Nerelerde yurdun kızım. Seni pek sevindim kızım. Etkine kızım seni. Kimler bozak kıldı? Etkine. Etkine kızım. Yığlama dada. Momam apam singlimchi. Momam senin derdinde. Köp sözlerden bok kaldı kızım. Balam, ben berip momağına başlap geley. Momağın seni kösün bek hoşal buludu. Ukam Yakup. Qodir aka, Hozir yenimga qatnashdiki Ahmet gapdikan. Uning deyishicha bayam ov do'qmishdik suratxonning oldida anani mashinasi qo'yibdi. nima? Bakma ansirab ketma uka. Hozir anani doktorxonada deydi. Nada? Qaysi doktorxonada ekan? Cho'ng doktorxonada ekan. Doktor, opam qandag'roq. Hayoti qutulib qoldi. Lekin mangisi ig'ir zaxmlangashga buningdan keyin gap qilolmasligi, hatto menga gap qilolmasligi mumkin. Endi kirsangiz bo'ladi. Nima? Nima deydigansiz?
Apa. Apa. Apa, sana nim bo'ldi? Gulgina tetildi, apa. Gulgina tetildi. Gulgina tetildi, apa. Gulgina tetildi. Gulgina keldi, sana nim bo'ldi? Gulginani endi topsam, sana nim bo'ldi, apa. Gulginani endi topsam, sana nim bo'ldi, apa. Samara? Meni chaqiryapsiz? Ha. Meni tanıdыңызmı? Yo'q. Meni tanımayotамсыз? Men sizni kichik vaqtingizda ish qilib boqqan. O'chaqda siz pek o'maqdingiz. Men sizni rostdan Balkim tanımadim. tanımaganingizmi to'g'ri? Chunki o'chaqda siz bir yoshga kirgan edingiz. Men opangizning yaqin do'sti. Opamni? Shundoq, dadangiz opangizni uydan chiqarib ketgandan keyin opangiz bizning uyda turyapti. Opamni bek sig'indim. Hada meni opamning qishig'i opiring. Bo'ladi. Opangizning sizni pek ko'ngilsiz kelib ketibdi. Ha, qizim qandiqroq, ha? Yaxshi bo'lib qoldim. Dada, momom qandiqroq meni yeniga kirgina. Xeyli yaxshi bo'lib qolgandek tursiz. Amisa, yuring qizim. Bugun momongizni sizga ko'rsatay, ha? Aldirmay. Ha? Yuring. Qizingiz bek ojizlab ketibdi. Shunga cho'ng tekshirish qilmasak bo'lmaydi. Tezdan pul akilang. Doktor. Qara, qizimni izlashga jiq bo'lib ketdi. Qachongacha akasam bo'ladi? Qancha tez o'tsa shuncha yaxshi. Ma'qul. Amalni qilay. Ma'qul. Qandiqroq tursiz qizim? Xeyli yaxshi dada, biroq faqat mog'dirim yo'q. Xotirjam bo'ling qizim. Yaxshi bo'lib ketasiz. Obdan aram eling.
Qizim doktorxonada edi. Qo'lim sal qisqa bo'lib qoldi. Xafa bo'lmay, azroq pul berib tursam. Asli o berib tursam bo'ladi, biroq o'zingmi berasan. Hozir ovqatning tayin yo'q. Shunga Hech xafa qisi yo'q ajiga. Ma'qul. Ben mangay. Xo'sh. Ma'qul. Uyga kirib bo'lmamsan. Adash. Qizim doktorxonaga kirib qolgan edi. Qo'lim sal qisqa bo'lib qoldi. Shunga sendan pul so'rab kelgan edim. Abla, bayılı qo'limda bor pulga mal elib tibman emasmi? 3 soat burun kelgan bo'lsang-chi, shu chaqda pul batdi. Bo'pti adash. Senimi xijil qilmay. Sat oldi, ha? Xo'sh. 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 Kızımga bergen külpetni bana versen bo'lmamdi. Şu narisiyetiga bergen azapni bana versen bo'lmamdi. Bichara kızımni qutqizib olsan bo'lmamdi. Balangni qutqizib olamaydi. Nima? Nima dedin? Sana yordam qilamaydi. Hey, ablah, nima deyapsan? Faqat o'zingla balangni qutqizib olaysan. Nima? Men qanday qutqiza olayman? Manga o'xshash tenangdagi ash eg'iyotgan issiq qonini setish orqali qizingni qutqizib olaysan. Nima? Qon sotaman. Shundaqmi? Yo'qol! Yo'qol! Qon sotsan. Manga o'xshash qon sotsan. Manga o'xshash qon sotsan. Yo'q. Yo'q! Men unda qilolmayman. Nima kelgilgandi? Qizingizning holi bakli xatarlik. Qancha tez pul topsangiz shuncha yaxshi. Qizingizning ahvoli xatarlik. Tez amal qiling. Men qon sotay. Men qon sotay. Men qon sotay. Men qon sotay endi. Qon sotay. Vasilkamdan bolasi Yoqubcho. Hozir Allohlar o'tirganda qolib turibdi. Moshkanda odamlarga insof beramiz beka. Shu emasmi?
Tekshirma. Yaqubkam. Mekile. Meke. Sana deydiğin bir gap bor. Anlasam, seni haqla qon sotadiganlar bilan billa qon sotadi deydi. Bu gap rasmi. Qarovka. Sening dadan qon sotmagan. Ajdoding qon sotmagan. Qon sotqanlik, jon sotqanlik bilan barobar. Buni sen tushunamsan. Biz azaldan bundoq pastkash ishni qilmagan. Qodirga. Bo'ldi, gap qilma. Jon chiqib ketsa-mu, bundoq ishni qilmasang bo'lmamdi. Qodirga. Bo'ldi, gap qilma. Maqra. Har qancha bo'lsa-mu, qon sotadigan ishni qilma. Mao mening ozroq ko'nglim. El yurt yana qarab turmas. Endi undoq ishni qilma, Afgan. Qon sotqanlik, jon sotqanlik bilan barobar. Qodirga. Bo'ldi. Ma'qul Afgan. Men yana kelaman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qandaqroq? Xeyli yaxshi. Anlasam Yaqubkam doktorxonaga pul tepib bermay qon setib o'tibdi. Nima? Nima deydigansiz? Yaxshimisiz? Keldingizmi singlim? Apam tamoq yedimi? Bayaqda yedi. Apa.
perişan Rengimde çula yok Putumda derman Ana doktorxana Manı men sılga Amalım yok kan saatime Doktorxana manı men sılga Amalım yok kan saatime Gazapli qaraydı malla adamlar Nefretli qaraydı hatta yer cahan Hiç kimge yamanlık kılmadım fakat Amalım yok kan saatime Vatan satmadım veya ki vicdan Sakta ahlakını kılmadım kalkan Sakta ahlakını kılmadım kalkan Amalım yok kan saatime Yıkımsız yenemem yaman Amalım yok kan saatine Hasatlik karaydı malla adamlar Nefretlik karaydı hatta yer cahan Nefretlik karaydı hatta yer cahan Haklı ama sergiz üzemdim Senin amalım yok kan saatine Haklı emas hergiz üzemnin Senin amalım yok kan saatine Keling. Qizingizdan davolanish puli tugabdi. Amal qilib pul topshirmasangiz bo'lmaydi. Ma'qul. Ben amal qilay. Ma'qul. Doktor, ben yana ozroq qon beray degan. Yo'q, endi qon bersangiz qat'iy bo'lmaydi. Hayotingizga xavf yetadi.
Elimiz sizdan ko'p qon ep ketdik. Doktor, unda qilma. Bu eng oxirgisi bo'lib qolsin. Faqat 200 gram bo'lsa-mu olsangiz. Bo'lmaydi. Kechirsiz. Yaqubga. Tinchlikmi? Sizni aram topdim. Gulginani qutqizaman deb topgan javr jafolaringizni angladik. Televiziya stansiyasidagi barliq xodimlar hozircha bu 3000 yuanni sizga olib berishimni aytgan edi. Qani, eling. Yuring, bo'ldi, qansatma. Yuring. Yuring. Arsigiladam keldi dada. Qani o'tiring. Arsigiladam. Bugun mana shunday yaxshi bo'lib qolibsiz. Endi ro'yingizni ustun tutingizmi? O'tib ketgan burunqi ishlar ish bo'lib qolsin xolos. Mening mashinchilik bo'lishimga siz ko'p yordam qildingiz. Rahmat dada. Arzimaydi. Doktor Gulginani ati chiqsa bo'ladi deydi. Siz ko'p jafo chekdingiz dada. Dada, opam singlimdan xabar bormi? Ularni uyga ekvasoq bo'ladi dada. Men sizga aytgandek, biz bir suhbat programmasi uyushtirmoqchi. U programmaga maktablardagi ota-onasi ajrashib ketgan savoldoshlarimiz, shundaqli ularning ota-onalari, hatto dadangizmi qatnashadi. Men amal va opangizni tepib bu programma qatnashtiraman. Siz bu qitimqi programmaning suhbat ishtirokchisi. Vah, qizim televizorda chiqib, endi cho'lpon bo'ladi ekan-da, ha? Men shundaq bir kunning kelishini bakmi umid qilatdim. Bo'libmi bolalarni tirik yetim qilib ajrashib ketgan ota-onalarning bolalarining qalb jarohati bo'lgan yurak sadosini anglab yiqishni bakmi umid qilatdim. Audio Jungle. Audio Jungle. Kishilik jamiyatda ota-ona bilan farzand munosabatidagi yaqin mehr-muhabbat bo'lmaydi. Qaysi bir olim o'z kitobida mundaq deb yozibdi ekan: farzand bu dunyoga ko'z ochgan kundan boshlabla, ya'ni sizlar mehribon ota-onalar farzand uchun yashashga boshlaysizlar. Lekin hozir jamiyatimizda bir qism ota-onalar kichkina ishni deb jidallashadigan, hadisini farzandlarini unutib yomon tillar bilan tillashadigan. Qisman dadalar bo'lsa, hatto aroq-sharobga berilib, oilasi, bolalari bilan kori bo'lmaydigan. Hatto yo'q ishlarni bahona qilib, ajrashib, bolalarini tirik yetim qiladigan ahvollar kun sayin ko'payib ketib boradi. Qisman ota-onalarga nisbatan ajrashib ketish odatdagi ish bo'lib qolgan bilan, lekin bu farzandlarga qanday yomon oqibatlarni olib keladi. Qiynansa, biz bugungi bu sahifamizning ishtirokchisi Gulginaning bu haqdagi yurak so'zlarini anglab baqsak. Yaxshimisiz? Siz o'zingizning ahvoli to'g'risida qisqa so'zlab beramsiz? Bo'ladi. Men bugungi faoliyatga qatnashayotgan, ota-onasi ajrashib ketgan Bolalarning birisi. Apa, televizorda adam chiqdi. Dadam bilan opamla ajrashib ketgan kuni bek azoblangandim. Men saroy uyiga kirib, xiylig'icha uy selib yig'ladim. Ba'zi kunlari xayolimda dadam bilan opam nima uchun ajrashib ketgandi? Agar ular inoq o'tgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylaydim. Dadam bilan opam ajrashib ketgandan keyin O'zimni dunyoda ortiqcha odam deb o'ylaydigan bo'lib qoldim. Ota-onangizning ajrashib ketishi sizning ayni vaqtdagi o'rganishingizga ta'sir yetkazganmi? Ta'sir yetkazgan. Bo'libmi, opam singlimni ko'rolmaslikim, ularga bo'lgan sig'inishimni asrlab oshiribdi. Ba'zi kunlari maktabga ketib berib, ota-onalar bilan xushal ketib olgan ba'zi baxtli bolalarni ko'rganimda, shu kunki dars kallamga singlim opamni o'ylash bilan kirmaydi. Hatto dars vaqtida yig'lab ketardim. Kechalari uyqumni kelmaydi. Hayotingizda siz eng orzu qiladigan ishingiz nima? Qaysi kuni eng xushal bo'lgan? Dadam g'amgin parishon ko'nglimni xush qilish uchun mendan yoshirin uyni chiroyli bezab, mening chekkada do'stlarimni chaqirib,
men eng yaxshi ko'radigan seriq burchaq aralashtirilgan qo'rimalarni qo'rib, hatto texi Gulgina tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin degan xat yozilgan tortni tizgan saroy uyiga boshlab kirish bo'ldi. Men bu kunning o'zimning 12 yoshga kirgan qutlug' tug'ilgan kunim ekanligini shu an esimga oldim. Bundan burun bundaq tug'ilgan kun faoliyatini o'tkazib baxmag'ashqimikin? Tunji tug'ilgan kun faoliyatimning bunchalik dag'dug'liq o'rinlashtirganini ko'rib, shunchalik xushal bo'ldim. Gulgina, anglasak siz shu kuni xushal holda tug'ilgan kuningizni o'tkazayotgan bo'lsingizmi, yoshirincha yig'lab ekansiz. Bu rostmi? Men shu kuni do'stlarim bilan shad-xuram o'ltirganimda, tuyuqsiz ko'nglimning bir yerida bir narsa kamdak, muhim bir narsani yutirib qo'ygandek his qilgan edim. Shu vaqtda beshimni ko'tarib atrofimga qarab, men uchun eng muhim bo'lgan odamimning yo'qligini shu vaqtda sezdim. İxtiyorsiz yotoq uyimga kirib, opamning suratiga qaradim. Suratga opam menga qarab turgandek. Opam menga qarab, "Qizim, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin" deyotgandek bilinib ketdi. Men shu vaqtda o'zimni tuta olmay yig'lab ketdim. Agar shu chaqda opangiz tuyuqsiz eshikni ichib kirib kelgan bo'lsa, siz qanday qilardingiz? Agar shu chaqda opam uyga eshikni ichib kirgan bo'lsa, men barliq kuchim bilan "Opa!" deb vaqirib, opamga o'zimni otgan bo'lardim. "Opa, jinim opa, sen meni tashlab ketmagin" deb opamga eslab olgan bo'lardim. Gulgina, anglasak sizni yovuz odam bedeklari aldab ishkiri o'lkalarga opirib o'g'irlik qilmoqchi bo'pti ekan. Shu chaqdagi ahvolingiz qanday edi? Qisqacha so'zlab baqqan bo'lsangiz. Men o chaqdagi har bir kunimni mudihish qarquyin ichida qolgandek his qilaman. U bir tush, rahimsiz tush. Men mushu kichikgina umrimda ko'rgan eng qo'rqinchli tush. Yig'inchaqliganda mening shu chaqdagi ovozarim topdan ayrilgan qushning shivirg'anlik kechidagi ichinishlik nolasiga o'xshab qolgan edi. Qadrlik ota-onalar, darvaqa hech qaysinglar o'z farzandinglarning aqlsiz, yaramsiz, nodon, elga ofat odam bo'lib chiqishni xohlamaysizlar. Balki vatan xalqning umidini oqlay oladigan, elning manfaati uchun o'z jinini fido qila oladigan, bilim va aqliy qobiliyat bilan boshqalarning olqishiga sazovor bo'ladigan farzandlarning yetishib chiqishi uchun afsus, bundaq ulug' orzu tilaklar bilan ularning beshiga baxt qush qo'nmaydiganligini ko'rsizlar. Qiynamsiz biz tavanda o'tirgan saboqdoshlarning o'z ko'z qarashini anglab baqaylik. Biz ota-onasi ajrashib ketgan barliq bolalar o'z qalb so'zlarimizni bu yerda aytyapmiz. Mening bugun mush televiziya ekrani orqali dadamga deydigini. Dada, siz bizni opamga tashlab qo'yib ketgandan buyon, opam bir ayol turib o'zining yoshlik hayotini qurbon qilib, kech-kunduz jafoliq ishlab fuqamishkimizni beqib kelyotdi. Mush munosabat bilan barliq kiyimchan, mehribon onalarga rahmat aytaman. Hamda dadamdek barliq dadalarga o'zinglarning bolasini o'zinglar qatoriga qo'shinglar. Ularni jamiyatga shu qilib qo'ymanglar. Ularning parlaq atisi uchun o'zinglarning xushalligini qurbon qilsanglar arziydi deb qarayman. Chunki ularni sizlar bu dunyoga ko'z ochtirgan. Rahmat. Bugungi bu faoliyat menga nisbatan qattiq ta'sir qildi. Hozir bir qizim bilan turyapman. Ikki qizimni 6 oy bo'ldi ko'rmadim. Shu qizlarimni ko'rgim kelgan vaqtda shu qizimni quchoqlab, mangzimni yiqaman. Lekin uch bolaning o'ti boshqa bo'ladi ekan. Mehr bir-biriga o'xshamaydi ekan. Mening deydiganim, ota-onalar har qancha ish bo'lsa-mu, bolalar uchun oshirishadigan ishni qilmasa. Mening
Mening dadam opamni ajrashib ketgan. Opamni ko'migili 1 yil bo'ldi. Opamni bek ko'ygim keldi. Men ota-onalarning ajrashmasligini umid qilaman. Anlasak siz naqshini nihoyat yaxshi aytadi ekansiz. Ko'pchilikka o'zingiz eng yaxshi ko'radigan naqshidan birini aytib bermamsiz? Bo'ladi, men o'zim eng yaxshi ko'radigan ajrashmanglar ota-onalar degan naqshini aytib beray. Gülgene, sizning oxirida ko'pchilikka deydigan yana qanday yurak so'zingiz bor? Men uchun eng qadrli bo'lgan suyumlik ota-onalar. Sizlar shu kichikgina ishni debla bir-biringlar bilan hargizmi urushmanglar. Hargizmi shu sabiy bolalarni tirik yetim qilmanglar. Ularning
kelgisini o'ylab qo'yinglar. Ularning kech kunda sizlarni, ya'ni sizlardek suyimlik ota-onalarni o'ylaydiganligini esinglarda chim tutinglar. Biz uchun eng muhim, eng qadrdon bo'lgan mehribon ota-onalar. Sizlar hargizmi bir-biringlar bilan ajrashib ketmanglar. Bo'lmasa yomon niyatlik yovuz odam bedaklari bolalaringlarni aldab sitib yutadi. Ularni qon yig'latadi. Mening yuragimdan chiqqan shu so'zlar sizlarning aziz farzandlaringlarning yuragidan chiqqan so'zlardir. Men shu munosabat bilan yana bugungi faoliyatga tiklanmagan mehribon opamni shundoq degim kelyapti. Qadrli opa, siz ukamni ham meni o'ylab qo'ying. Illiq oilangizni o'ylab qo'ying. Opa! Arzugul, men sizga bir xush xabar yetkazay. Qanday xush xabar? Heliqi Gulginani aldab setayotgan odam bediki, bugun yana bir qizni aldab manganda qatnashning oldida qo'lga tushibdi. U o'zining barliq qilmish atmishlarini iqror qildi. Siz endi operatorni boshlab, shu odam bedikini ziyorat qiling. Butun shahar xalqi uni ko'rsin. Ma'qul. Men degan yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat. Arqa yuring. Mayk yaxshi sezildim. Hammamiz ta'sirlanib, yig'lab ketdik. Shunday Aytmoqlar Sadash. Xo'sh. Gulgina. Opa. Gulgina. Ada! Opa! Opa! Kızım Gulgina. Opa! Bichar kızım. Ben uzundan hepini kendim. Ben hata kıldım kızım. Bichar kızım. Canım kızım. Ben hata kıldım. Opa! Opa qanday? Momang nima bo'ldi? Momam bannisda itib qoldi. Nemishga? Mashina urib etdi. Yura. Biz tezdan uni yiniq boraylik. Ma'qul. Samat Sulaymon ballani aldab setish, o'g'irlik qilish, zahar atkazchiligi qilish, qasddan qotillik qilish jinoyati bilan siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilinib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Halima Almixallamo ballani aldab setish, o'g'irlik qilish, atkazchilik qilmishlari bilan shug'ullang'ishqa ayrim holda muddatsiz qamoq jazosi va muddatlik 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Olim bilan Baratning turishlik o'rni hamda ota-onasining adresi aniq bo'lmag'achqa, bu bolalarning oxiratlik dafni ishlarini shu yerlik xalq ishlar idorasi o'z ustiga elib o'rinlashtirdi.